birinchi inson va birinchi payg'ambar bo'lmish otamiz Odam alayhissalomning yaratilishlari Baqara surasida quyidagicha bayon etiladi. Eslang, ey Muhammad alayhissalom. Parvardigoringiz farishtalarga men yerda odamni xalifa qilmoqchiman deganda ular aytdilar: u yerda buzg'unchilik qiladigan, qonlar to'kadigan kimsani xalifa qilasanmi? Holbuki biz hamd sano aytish bilan seni ulug'laymiz va seni nomingni mudom pok tutamiz. Alloh aytdi: men sizlar bilmagan narsalarni bilaman. Ushbu oyatda Alloh odamni o'zining yer yuzidagi o'rinbosari, xalifasi bo'lishini iroda etgani ma'lum bo'lyapti. Demak, insonga ulkan ishonch bildirildi. U ulug' Allohning xalifasi bo'lishdek oliy maqomga loyiq ko'rildi. Bunday fazilning o'ziga yarasha buyuk mas'uliyat ham bor. Inson shuni anglagan holda uni xalifa qilib qo'ygan zotni topshiriqlarini bajarmoqqa, yaratgan zot munosib ko'rgan oliy maqomga dog' tushirmaslikka harakat qilishi kerak. Farishtalarning yerda fasod qiladigan, qon to'kadigan kimsani xalifa qilmoqchimisan degan gaplaridan ular o'zlariga ma'lum yo'l bilan inson yer yuzida fasod, buzg'unchilik qilishi va qon to'kishini bilishgan. Ammo Allohning ilmi boshqa. Farishtalar buni bilmaydilar. Men sizlar bilmaganni bilaman dedi Alloh azza va jalla. Ya'ni odamlardan ba'zilarining buzg'unchilik qilishi yoki qon to'kishi yer yuzida xalifa yaratish irodasiga to'siq bo'la olmaydi. Shuningdek, farishtalarning tasbih va hamd aytib, Allohni hamisha ulug'lab turishlari ham ulardan boshqa mavjudotni yaratishdan to'sa olmaydi. Shuning uchun ham Alloh farishtalarning e'tirozlariga qaramay uni yaratdi. Insonni sopolga o'xshash qurigan loydan yaratdi. Rahmon surasi. Bu oyat karimada insonni deganda odam ato nazarda tutilyapti. Qurigan loy deb tarjima qilingan ibora oyatda solsol deb kelgan. Solsol deb loyning qotib, chertsa ovoz chiqaradigan bo'lib qolgan holiga aytiladi. Ushbu oyatda zikr qilingan holat Alloh azza va jalla odamni yaratishining turli bosqichlaridan biridir. Tuproqdan loy qilinib, uni odam shakliga keltirib, so'ngra ruh kiritilgan. Hozirgi zamon ilmi ham buni tasdiqlamoqda. Ilmiy tajribalardan isbotlanishicha, tuproqda qanday moddalar bo'lsa, inson jismida ham o'sha moddalar bor. Tuproqda karbon, kislorod, fosfor, gugurt, azot, kalsiy, xlor, temir, mis, yod, alyumin kabi 20 xildan ortiq modda bo'lsa, xuddi shu moddalar inson jismida ham bor va inson o'sha moddalarga muhtoj bo'lib turadi. Rahmon sifatli Alloh taolo o'sha tuproqdan insonni yaratdi va u zot odamga ismlarning barchasini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ro'baro qildi. Keyin, agar rostgo'ylardan bo'lsangiz, ana ularning ismlarini menga aytib bering dedi. Baqara surasi. Alloh odamni o'zining yer yuzidagi xalifasi qilayotgan paytda unga ulug' bir sirni berganligi ushbu oyatdan bilinib turibdi. U ham bo'lsa ismlarning barchasini o'rgatishdir. Ya'ni inson o'zini o'rab turgan barcha ashyolarning belgisi sifatida ismni, ma'noni ishlatishni biladi. His qilinadigan, jismga ega bo'lgan narsalarni fahmlash uchun nutqiy ramzlarni ishlatish qudrati inson hayotidagi eng ulug' qudratlardan biri hisoblanadi. Aks holda birovga tog'ni tushuntirmoqchi bo'lsangiz, uni tog'ni oldiga olib borishdan boshqa chora qolmasdi. Agar Alloh insonga ushbu qobiliyatni bermaganida, yer yuzida hayotni tasavvur qilish qiyin bo'lardi. Rivoyatlarda kelishicha, odam atoga buning ismi ot, bunisi tuya, mana u quyosh, bu esa yulduz deb hatto kichkina narsalargacha o'rgatilgan. Ba'zi rivoyatlarda qiyomatga qadar keladigan barcha narsalarning ismini odam ato bilgan. Ya'ni odamning yer yuzida xalifa bo'lishining asosiy sabablaridan biri ilm olishga iste'dodining borligidir. Hozirda inson ilmi bilan borliqning sirlarini kashf etayotgani ham o'shanda berilgan qobiliyat natijasidir. Alloh odamga ismlarning barchasini o'rgatganidan keyin ularni farishtalarga ham ro'baro qildi va yer yuzida fasod qiluvchi va qon to'kuvchi kimsani yaratasanmi degan da'volaring rost bo'lsa, ushbu narsalarning ismlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar u narsalarga ism qo'yishdan ojiz qoldilar va o'z ojizliklarini tan olib, ular: "Ey pok Parvardigor, bizda sen bildirgandan boshqa ilm yo'q. Albatta sening o'zing biluvchisan va hikmatli zotsan" dedilar. Baqara surasi. Farishtalar bu yerda yuksak odam misolini ko'rsatdilar. Bilmagan narsalarini so'zsiz bilmaymiz deb aytdilar. Bilmagan narsasini tan olib, vaqtida bilmayman deyish ham katta odob, ham katta ilm hisoblanadi. Odamning fazli farishtalar ko'z oldida namoyon bo'lganidan keyin Alloh farishtalarga quyidagi farmonni berdi. Eslang, farishtalarga odamga sajda qilinglar deganimizni. Bas sajda qildilar.
Magar iblis bosh tortdi. Mutakabbirlik qildi va kofirlardan bo'ldi. Baqara surasi. Farishtalarga sajda qilishni buyurib, Alloh odamga ulkan martaba ato etdi. Ammo bu sajda ibodat uchun emas, balki odam Allohning ulug' ijodini tabriklash ma'nosida edi. Farishtalar darhol sajda qildilar. Chunki ularning fitratida Allohning amriga isyon qilish xususiyati yo'q. Faqat iblis sajda qilmadi. Ushbu iboradan kelib chiqib ba'zilar iblis aslida farishtalardan edi, ammo amriga itoat etmay odamga sajda qilmagani uchun ularning safidan chiqarilgan deyshadi. Aslida unday emas. Iblis jinlardan bo'lgan. Bu haqida oyat bor. Qolaversa Qur'oni Karim oyatida aytilganidek, farishtalarda Allohning amriga isyon qilish tabiati yo'q. Alloh azza va jalla hamma narsani daqiq joylarigacha biluvchi zotdir. U zot iblisning odamga nima uchun sajda qilmaganini bilib tursa ham, uning dilidagini tiliga chiqarish uchun so'radi. U zot: "Ey iblis, o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishingdan seni nima man qildi? Mutakabbirlik qildingmi yoki oliy darajalilardan bo'ldingmi?" dedi. Qani aytchi, nima uchun odamga sajda qilmading? Avval aytilganidek, Alloh nima uchun iblisni odamga sajda qilmaganini juda yaxshi bilardi. Ammo iblisga aybini o'z tili bilan e'tirof qildirish uchun bu savolni berdi. Natijada iblisning dilidagi marazi tiliga chiqdi. U: "Men undan yaxshiman. Meni olovdan yaratgansan, uni esa loydan yaratgansan" dedi. Bu javobdan odamga Alloh tomonidan berilgan martabaga iblis hasad qilib, kufrga ketgani bilinadi. Men undan yaxshiman. Hamma baloning boshi men deyishlikda. Iblis: "Men odamdan yaxshiman. Nima uchun o'zimdan past mahluqqa sajda qilishim kerak ekan" deb bosh tortdi. "Meni olovdan yaratgansan." La'nati iblis kim nimadan yaratilgani emas, balki Allohning ruhi bilan ruhlangani muhim ekanini tan olgisi kelmadi. Olov va tuproqning moddiy ko'rinishiga qarasangiz, olov faqat yo'q qiladi, kuydiradi. Tuproq esa undiradi, o'stiradi va yashnatadi. Olovning tuproqdan afzalligi yo'q edi, ammo u hasad qildi. Ibn Abbosning rivoyatida keladi. Odam alayhissalom yerning bir nechta nuqtasidan olib kelingan har xil loydan yaratilgan. Shuning uchun insonlar tabiati har xildir deydi olimlar. Odam ato inson suratida yaratib bo'lingach, o'sha qurigan loy haykal holatida bir qancha vaqt tashlab qo'yildi. O'sha paytda jannatda bo'lgan iblis tashlab qo'yilgan odamning ichiga kirib aylanib chiqdi. Ichi bo'm-bo'shligini ko'rib, uni tepib ko'rdi. Tepganida xuddi qurigan sopoldan ovoz chiqqanidek ovoz chiqdi. Odamning shaklini va uni Alloh ajoyib suratda yaratganini ko'rib, iblis o'shandayoq hasad qilishni boshladi. Shunda o'sha yerdagi farishtalarga: "Bundan qo'rqmanglar. Agar Alloh uni bizga bo'yin sundirsa, men uni halok qilaman. Agar aksi bo'lsa, men unga bo'yin egmayman" dedi. Bu kibr edi, o'zidan ketishlik edi. Iblis yerda bo'lgan paytida ibodati tufayli jannatga olib chiqib qo'yilgan edi. Jannatga o'z amalim bilan chiqdim. Bu martabaga o'zim erishdim deya havolangan edi. Men qildim buni. Men. Bu juda xatarli so'z. Aynan mana shu so'zni boyvachchalar, biznesmenlar juda ko'p ishlatadi. Qattiq mehnatim evaziga erishdim. Sen ham mendek mehnat qil avval degan so'zlarni eshitamiz. Yo'q. Sendan ko'p mehnat qilib ham ba'zilar erisha olmayapti. Bu faqatgina taqdirda taqsimlangan rizqdir xolos. Agar mehnat evaziga odam bo'lish kerak bo'lsa, dunyoda kambag'al bo'lmasligi kerak edi. Bu degani ishlamay yotib yozilgan rizqni kut degani ham emas. Mehnat qil, sababni amalga oshir va taqdirga taslim bo'l. Odam ato shu zaylda Allohning xalifasi etib yaratildi. Iblis esa men degan so'zi tufayli jannatdan quvildi. Alloh o'zi adashtirmasin. Yerdagi banda solih amallarni bajarsa, Alloh jannatdagi farishtalarga maqtanar ekan. Men sizlarga nima degandim? Bu men yaratgan bandadir. Sizlar meni amrim tufayli menga itoatdasiz. Bandam esa ixtiyori o'zida turib ham menga itoat qilyapti. Bu mening bandamdir deya maqtanar ekan. Allohning maqtovini xohlamaysizmi? Allohning maqtovi kerak emasmi? Allohning maqtovi sizga kerak emasmi?